Moskva patent olish va topshirish joylari. Ma'lumot o'rnida bitta gap aytib o'tmoqchiman. Kimda kim may oyida patent topshirganlar bo'lsa, hozir 19-may kelib o'tirish hojati yo'q. Sababi 9-may praznik kuniga 3-4 kun dam olish e'lon qilgan. Shuning evaziga 1-maydan topshirganlarga hozir may oyida topshirganlarga hech kimda patenti chiqmayapti. Buni shu may oyida topshirgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Xuddi menga o'xshab kelib ovora bo'lib o'tirmasin. Kamida 17 kun, 18 kun ish kunini hisoblab keyin kelish kerak. 3-may kuni topshirganmiz. Yana 3-4 kundan keyin chiqadi deb aytayapti. Голосовой помощник tayyor deb aytayapti, lekin bu yerda berilmayapti. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.